Bismillahirrahmanirrahim. Gellar nima deyapti hammamiz. To'g'riga kirishi bilan rakvina, tahoratxona, hojatxonasi bilan bu yerimizga dush joylashtirganmiz. Ko'pchilik ya'ni tualetni bu yerga qo'ymaslik kerak yoki aynan bu xonaga qo'ymaslik kerak deyapti. Chunki hozir zamon talabi shunaqa. Deyarli 90% hojatxonalari hammasida yoki hammomda desa ham bo'ladi, hammasida tualet joylashgan. Kimgadir unitas, kimgadir chashaga ma'qul kelyapti. Qo'yapmiz. Nafsak suvchi bu ham har doim foydalanishga emas, jigarlar, har doim foydalanishga tashqarida обязательно bo'ladi. Bu vaqti bilan foydalanishga bo'ladi xolos. Bitta ishimizga baho berasizlar. Elektr boshqatdan qilingan va santexnikalar ichki bo'lgan, polni santexnikasini o'zimiz qilganmiz. Kanalizatsiyalari va kafellari va poloxalari ko'rishlar juda ham ideal tarzda chiqqan. Xudo xohlasa juda ham chiroyli qilib tahoratxonalarga esa вообще gap yo'q. Maza qilib foydalanadigan xona bo'lgan. Bittadan like bosib, o'zingizlar fikringizni bildirib ketasizlar.